eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensioner odam hozirroq yugurib borib ID karta olish kerakmi? Pensiya to'xtab qolmaydimi? Bankdan pul yechishda muammo chiqmaydimi? Bugun men aynan shu savollarga aniq, sodda va tartib bilan javob beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, notariusga boradiganlarga nafaqa, subsidiya, davolanish, meros yoki uy-joy hujjati bilan ishlayotganlarning hammasiga tegishli. Videoni hozirroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato odamni navbatda sarson qilishi, pensiya olishni kechiktirishi yoki hujjat rasmiylashtirishda muammo chiqarishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men shunday muhim huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo, eng asosiy narsani tushunib olaylik. O'zbekistonda yillar davomida fuqarolarning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjati pasport bo'lib kelgan. Ko'pchilikning qo'lida hozir ham eski ko'rinishdagi pasport, biometrik pasport yoki muddati tugashiga haqin qolgan pasport bor. Keyingi yillarda esa ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni ishga foydalanish uchun, masalan, bank davlat xizmatlari, notarius, pensiya jamg'armasi, poliklinika, kommunal tashkilotlar, mobil aloqa operatorlari va boshqa joylarda shaxsni tasdiqlash uchun ID karta asosiy hujjat sifatida ishlatilmoqda. Lekin mana shu o'zgarish odamlar orasida ko'p tushunmovchilik keltirib chiqardi. Ba'zilar eski pasportlar butunlay bekor bo'ldi deb o'ylayapti. Ba'zilar pasportimning muddati hali bor, demak hech narsa qilmasam ham bo'ladi deyapti. Yana kimdir men pensionerman, menga tegmaydi, yoshlar olaversin deb yuribdi. Aslida masala bunday oddiy emas. Eng to'g'ri yondashuv shuki, hujjatingizning turi, muddati, holati va siz undan qayerda foydalanmoqchi ekaningizga qarab vaziyat o'zgaradi. Oldin odam pasportini olib, deyarli hamma ishni qilardi. Bankka borardi, notariusga borardi, propiska yoki ro'yxatdan o'tish masalasini hal qilardi, pensiya hujjatini rasmiylashtirardi, chipta olardi, telefon raqam rasmiylashtirardi. Hozir esa ko'p tizimlar elektron bazalar bilan bog'langan. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, familiya ismidagi yozuv eski bazada boshqacha chiqsa, JSSHIR yoki shaxsiy identifikatsiya raqami bilan moslik bo'lmasa, yoki pasport eskirib o'qilmaydigan holga kelgan bo'lsa, oddiy bir amaliyot ham to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun bugun men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr, hamma pensioner darhol vahimaga tushsin degani emas. Lekin men hech narsa qilmayman, eski pasportim bilan umr bo'yi yuraveraman deyish ham xato. Ayniqsa pensiya, bank kartasi, subsidiya, notarial hujjat, meros davolanish uchun yo'llanma, ijtimoiy yordam yoki chet elga chiqish masalasi bo'lsa, hujjatni oldindan tekshirtirish shart. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugagan yoki tugashiga yaqin qolgan odamlar e'tibor berishi kerak. Masalan, bir otaxonning pasportida amal qilish muddati 2020 dekabrgacha deb yozilgan bo'lsa, hozir 2026 yilda u pasport bilan bankda yangi karta ochmoqchi bo'lsa, muammo chiqishi tabiiy. Bank xodimi hujjatingiz muddati o'tgan deb xizmat ko'rsatishni rad qilishi mumkin. Bu bankning injiqligi emas, chunki banka shaxsni amaldagi hujjat asosida identifikatsiya qilishi kerak. Xuddi shunday. Notarius ham muddati o'tgan pasport bilan ishonchnoma oldi sotdi, meros yoki hadya shartnomasini rasmiylashtirmasligi mumkin. Ikkinchi guruh, pasporti jismonan yaroqsiz holga kelganlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pasportning sahifalari yirtilgan, suv tekkan, rasm xiralashgan, yozuvlar o'chgan, muhrlar tushunarsiz laminatsiyasi ko'chgan bo'ladi. Odam, axir bu mening pasportim-ku, ichida rasmim bor-ku deydi. Lekin rasmiy idora bunday hujjatni shaxsni ishonchli tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilmasligi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar pasportni yillar davomida sumkada, cho'ntakda, dorilar bilan birga, nam joyda saqlagani uchun hujjat tez eskiradi. Uchinchi guruh, familiyasi, ismi, otasining ismi o'zgargan yoki hujjatlarda tafovut bo'lganlar. Masalan, pasportda To'xtasin deb yozilgan, pensiya bazasida To'xtasin yoki To'xtasin deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishi turmushga chiqqan, keyin familiyasi o'zgargan, lekin pasportni almashtirmagan. Bunday holatda pensiya, bank kartasi, meros yoki notarial ishda bu bir odammi yoki ikki xil shaxsmi degan savol paydo bo'ladi. Hozir elektron tizimlar harflardagi farqni ham sezadi. Shuning uchun bir ikki harf nima bo'libdi deb o'ylamaslik kerak. 4-guruh, boshqa viloyatga ko'chgan, doimiy ro'yxati, vaqtincha ro'yxati yoki yashash manzili o'zgargan pensionerlar.
Masalan, pensioner ona Namangandan Toshkentga farzandiga ko'chib keldi. Pensiyasi kartaga tushadi. Lekin keyin poliklinikaga biriktirish, dorilar bo'yicha imtiyoz, kommunal subsidiya yoki ijtimoiy yordam masalasida manzil ma'lumoti kerak bo'ladi. Agar hujjatdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, har qadamda izoh berishga to'g'ri keladi. 5-guruh. Chet elga chiqish niyatida bo'lganlar. Bu yerda alohida tushuntiraman. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Chet elga chiqish uchun esa xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi pensionerlar ID karta olsam, Rossiyaga yoki Turkiyaga ham shu bilan ketaveramanmi deb so'raydi. Yo'q, aksariyat hollarda chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak. Shuning uchun agar siz farzandingiznikiga davolanishga, ziyoratga yoki sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjat turini oldindan aniqlang. Agar sizda amaldagi muddati tugamagan, yaroqli holatdagi biometrik pasport bo'lsa va siz hozircha notarius, bankdagi yangi amaliyot, uy-joy hujjati, meros, familiya o'zgarishi yoki chet elga chiqish kabi muhim ish qilmayotgan bo'lsangiz, darhol vahima qilish shart emas. Lekin bu umuman tekshirtilmaslik kerak degani emas. Men har doim shunday maslahat beraman. Hujjatning amal qilish muddatini bir marta ko'ring. Rasm va yozuvlar aniqmi? Shaxsiy raqam bormi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Familiya, ism hujjatlaringizda bir xil yozilganmi? Shularni tekshirib chiqing. Pensionerlar uchun eng katta xato shuki, ular ko'pincha hujjat masalasini muammo chiqqandan keyin hal qilishga urinadi. Masalan, pensiya kartasi yo'qoladi, bankka boradi. Bank yangi karta chiqarish uchun amaldagi hujjat so'raydi. Pasport muddati o'tgan bo'ladi. Keyin odam avval pasport masalasini hal qilishi, navbat olishi, ariza berishi, tayyor bo'lishini kutishi kerak. Bu orada pensioner pulga muhtoj bo'lib qoladi. Agar u oldindan hujjatini yangilab qo'yganida, bank kartasini tiklash ancha oson bo'lardi. Yana bir misol, bir buvining uyini farzandlari nomiga rasmiylashtirish kerak bo'ldi. Notariusga borishdi. Buvining pasportdagi rasm juda eski, hozirgi ko'rinishi ancha o'zgargan. Ustiga ustak pasport sahifalari yomon holatda. Notarius qo'shimcha tekshiruv yoki hujjatni yangilashni talab qiladi. Oila esa ertaga shartnoma qilamiz deb kelgan. Natijada ish cho'ziladi. Bu yerda notariusni ayblashdan oldin hujjatning yaroqliligini haqida o'ylash kerak. Endi eng og'riqli savol, eski pasport tufayli pensiya to'xtab qoladimi? Odatda pensiya tayinlangan bo'lsa va kartaga tushib turgan bo'lsa, hujjat almashgani uchun pensiya o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Pensiya sizning shaxsingiz, mehnat stajingiz, yosh va boshqa asoslar bo'yicha tayinlanadi. Lekin hujjat muammosi pensiyani olish, qayta rasmiylashtirish, bank kartasini almashtirish, yashash joyi o'zgarganda ma'lumotlarni yangilash, ishonchnoma orqali olish. Nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa hujjatlarini yuritishda to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi har oy kartaga tushadi. Karta muddati tugadi. Bank yangi karta berish uchun shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'radi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, bank xizmatni kechiktiradi. Bu pensiya jamg'armasi pul bermayapti degani emas. Lekin siz pulga yetib bora olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman. Faqat pensiya tushyaptimi yo'qmi deb qaramang. Uni olish vositasi bo'lgan bank kartasi, pasport yoki ID karta, telefon raqam, SMS xabarnoma ham tartibda bo'lsin. Yana bir nozik holat, ishonchnoma. Ko'p pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi yoki qishloqda yashaydi. Pensiyani farzandi kelini yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma bilan oldirmoqchi bo'ladi. Notarius ishonchnoma berish uchun pensionerning amaldagi hujjatini ko'radi. Agar hujjat yaroqsiz bo'lsa, ishonchnoma berish qiyinlashadi. Natijada pensionerning o'zi borishi kerak bo'ladi. Bu esa sog'lig'i yomon odam uchun katta muammo. Eski pasport birinchi navbatda muddati tugaganda muammo bo'ladi. Hujjatning amal qilish muddati shunchaki qog'ozdagi sana emas. Bu sana o'tgandan keyin ko'plab tashkilotlar uni qabul qilmaydi. Ikkinchidan, hujjatdagi ma'lumotlar hozirgi bazalar bilan mos kelmasa muammo bo'ladi. Masalan, tug'ilgan sana bitta hujjatda 15 may, boshqasida 16 may bo'lib ketgan. Yoki tug'ilgan joy Samarqand viloyati deb yozilgan. Boshqa bazada Samarqand shahri deb turibdi. Oddiy odam uchun bu mayda farqdek ko'rinadi, lekin elektron tizimlar uchun bu katta tafovut. Pasport egasining tashqi ko'rinishi juda o'zgargan bo'lsa, ayniqsa rasm 20 yil oldingi bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Keksa odamda bu tabiiy, soch oqaradi, yuz tuzilishi o'zgaradi, vazn o'zgaradi, ko'zoynak taqadi.
Bank yoki notarius xodimi shaxsni aniqlashda shubhalansa, qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. 4-dan hujjat yo'qolgan yoki o'g'irlangan bo'lsa, eski ma'lumotlar bilan yurish xavfli. Chunki yo'qolgan pasportdan noqonuniy foydalanish ehtimoli bor. Bunday holatda darhol vakolatli organga murojaat qilib, yo'qolgani rasmiy qayd ettirish kerak. Balki topilib qolar deb kutish noto'g'ri. Ayniqsa pasport bilan bank, kredit, sim karta yoki shartnomalar rasmiylashtirilishi mumkin bo'lgan zamonda men alohida ta'kidlayman, pensionerlar ko'pincha firibgarlar nishoniga aylanadi. Hujjat almashtirish, pensiya, bank kartasi, oyda karta degan mavzularda telefon qilib, pasportingiz bekor bo'ldi. Hozir kod ayting, kartangizni yangilaymiz deydiganlar bo'lishi mumkin. Hech qachon telefon orqali SMS kod, bank karta raqami, PIN kod, ilova paroli, pasport nusxasi yoki fotosuratini begona odamga yubormang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali PIN kod so'ramaydi. Yana bir xavf, men sizga navbatsiz ID karta qilib beraman. Ichki ishlar bo'limida tanishim bor. Pensionerlarga bepul, faqat xizmat haqi bering deydigan vositachilar. Hujjatni rasmiy tartibda Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi orqali qiling. Agar to'lov bo'lsa, uni rasmiy kassaga yoki rasmiy to'lov tizimi orqali qiling. Qo'lga pul berib, keyin aldanim deb qolmang. Ba'zi pensionerlar farzandiga ishonib, hujjatining asl nusxasini uzoq vaqt berib qo'yadi. Bu ham xavfli. Albatta, farzand yordam berishi mumkin, lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensionerning o'zida yoki xavfsiz joyda bo'lishi kerak. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering, aslini faqat zarur joyda ko'rsating. Har bir vaziyatda ham bir xil javob yo'q. Masalan, ba'zi holatlarda keksa yura olmaydigan, nogironligi bo'lgan odamlar uchun uyga chiqib xizmat ko'rsatish yoki yaqinlari orqali ariza jarayonini tashkil qilish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Buni hududingizdagi Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan aniqlash kerak. Men bunday holatda shunchaki borib keling demayman. Avval telefon orqali yoki yaqinlaringiz orqali ma'lumot oling. Qaysi hujjatlar kerakligini aniq bilib oling. Keyin harakat qiling. Agar pensionerning qo'lida Sovet davridan qolgan yoki juda eski turdagi hujjatlar bo'lsa, u bilan harakat qilish yanada qiyin. Bunday holatda tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, avvalgi pasport ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ism, familiya bir necha xil yozilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari talab qilinishi ehtimoli bor. Ayol pensionerlar uchun alohida nuanja bor. Ko'pchilikda qizlik familiyasi, turmushdagi familiyasi, ajrashgandan keyingi familiyasi, pasportdagi familiyasi va pensiya hujjatlaridagi familiyasi aralashib ketgan bo'ladi. Masalan, nikoh guvohnomasida Karimova, pasportda Qodirova, mehnat daftarchasida Karimova, Ku bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda shaxs zanjirini isbotlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma. Oldindan yig'ib qo'ysangiz, keyingi ishlar osonlashadi. Yana bir nozik jihat. ID karta olish pasportdagi hamma tarixiy ma'lumotlar avtomatik yo'qoladi degani emas. Eski pasportdagi vizalar, chet elga kirish-chiqish belgilari, eski ro'yxat ma'lumotlari, notarial ishlar uchun kerak bo'lishi mumkin bo'lgan sayfalar bor. Shuning uchun eski pasportni topshirish yoki bekor qilish jarayonida sizga kerakli ma'lumotlar nusxasini oldindan olib qo'ying. Masalan, chet elda pensiya, staj yoki migratsiya tarixi bo'yicha dalil kerak bo'lsa, eski pasport sahifalari asqotishi mumkin. Birinchi qadam, hujjatingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID kartada berilgan sana va amal qilish muddati bo'ladi. Agar muddat o'tgan bo'lsa yoki yaqin 3-6 oy ichida tugasa, hujjatni yangilashni rejalashtiring. Nega 3-6 oy oldin? Chunki ertaga notarius, bank davolanish, chipta yoki boshqa shoshilinch ish chiqib qolishi mumkin. Keksa odam uchun hamma narsani oxirgi kunga qoldirish eng katta xato. Ikkinchi qadam, hujjatning holatini tekshiring. Rasm aniqmi? Yozuvlar o'qiladimi? Sahifalar yirtilmaganmi, namlanmaganmi? Chip yoki QR ma'lumotlarda muammo yo'qmi? Agar pasportingizni o'zingiz ham zo'rg'a o'qiyotgan bo'lsangiz, idora xodimidan uni qabul qilishni kutmang. Uchinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, yashash manzili, pensiya hujjatlari, bank kartasi, nikoh guvohnomasi va boshqa asosiy hujjatlar bilan mosmi? Ko'ring.
Agar farq bo'lsa, bu farqni bartaraf qilish uchun qaysi hujjat asos bo'lishini aniqlang. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Odatda ID karta yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalalari bo'yicha Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi joyda qabul borligini oldindan aniqlang. Elektron navbat bo'lsa, navbat oling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqinlari oldindan maslahat olsin. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi yoki eski pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh yoki ajrashish guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, to'lov kvitansiyasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin aniq ro'yxatni so'rang. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik haqida va tegishli tartib bo'ladi. 6-qadam, bank va pensiya masalasini parallel tekshiring. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, kartaning amal qilish muddatini ham ko'ring. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank ilovasiga kirish imkoningiz bormi? SMS xabarlar kimning telefoniga keladi? Men ko'p ko'rganman, pensionerning kartasi o'zida, lekin SMS kelinining telefoniga keladi. Yoki telefon raqam marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan. Keyin muammo chiqqanda bank identifikatsiya qila olmaydi. Hujjat yangilangandan keyin bankdagi ma'lumotlarni ham yangilab qo'ying. 7-qadam, notarial ish bo'lsa, oldindan maslahat oling. Uy-joyni sotish, hadya qilish, meros rasmiylashtirish, ishonchnoma berish kabi ishlarda notarius hujjatlarni sinchiklab ko'radi. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, notarius uning irodasi aniqmi, bosim yo'qmi, sog'lig'i hujjat imzolashga imkon beradimi? Shularni ham baholashi mumkin. Shuning uchun pasportni yangiladim, hammasi tayyor deb o'ylamasdan, notariusga kerakli qo'shimcha hujjatlarni oldindan aniqlang. 8-qadam, hujjat nusxalarini tartibli saqlang. Pasport yoki ID kartaning nusxasi JSHR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari alohida papkada tursin. Lekin bank karta PIN kodi, ilova paroli, SMS kodlar hech qachon qog'ozga yozilib, hammaga ko'rinadigan joyda turmasin. Agar otangiz, onangiz, buvingiz yoki bobongiz yura olmasa, birinchi ish ularni qiynab idoradan idoraga olib yurish emas. Avval hududiy davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga telefon qiling yoki o'zingiz borib maslahat oling. Falonchi fuqaro pensioner, yoshi katta, sog'lig'i sabab kela olmaydi. Hujjatini yangilash uchun qanday tartib bor? deb aniq so'rang. Agar tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa, poliklinikadan olish tartibini aniqlang. Agar vakil orqali ariza topshirish mumkin bo'lsa, vakolat hujjati kerakmi? Bilib oling. Bu jarayonda eng muhim narsa. Pensionerning roziligi. Farzandlar o'zimiz hal qilamiz deb hujjatlarni olib yurishi mumkin. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ishonchnoma, mol-mulk bilan bog'liq masalalarda pensionerning o'z irodasi muhim. Ayniqsa uy-joy yoki bank pullari haqida gap ketganda hamma narsa qonuniy, ochiq va tushunarli bo'lishi kerak. Eski pasportim bor, lekin muddati tugamagan. ID karta olmasam jarima bo'ladimi? Bu savolga javob vaziyatingizga bog'liq. Agar hujjatingiz amalda bo'lsa, yaroqli bo'lsa, qonunchilikdagi o'tish muddatlari va amaliy talablar bo'yicha mahalliy idoradan aniq ma'lumot oling. Lekin men tavsiya qilaman. Muddat tugashini kutmang. Ayniqsa muhim ishlar oldidan hujjatni yangilang. ID karta olsam, pensiyam qaytadan rasmiylashtiriladimi? Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat almashtirilgani pensiya huquqingizni bekor qilmaydi. Lekin yangi hujjat ma'lumotlarini bankka va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yangilatib qo'yish foydali. Shunda keyingi to'lovlarda kartani almashtirishda, ma'lumotnoma olishda muammo kamayadi. Pasportimni yo'qotdim. Pensiya ola olmaymanmi? Yo'qotgan bo'lsangiz, darhol rasmiy tartibda murojaat qiling. Bank vaqtinchalik identifikatsiya bo'yicha o'z talablariga ega bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri yo'l hujjatni tiklashdir. Yo'qolgan pasportni e'tiborsiz qoldirmang. Men qishloqda yashayman, tuman markaziga borish qiyin. Nima qilay? Farzandingiz yoki ishonchli yaqin kishingiz orqali oldindan navbat, hujjat ro'yxati, to'lov miqdori, qabul vaqti, imkon bo'lsa ko'chma xizmat bor yo'qligini aniqlang. Bir marta borib, hujjat yetishmay qaytib kelishdan ko'ra tayyorlanib borish ancha yaxshi. Eski pasportimda ro'yxat ma'lumotlari bor. ID kartada esa hammasi ko'rinmaydi. Nima qilaman?
Zarur bo'lsa, yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma yoki elektron bazadan tegishli ma'lumot olinadi. Shuning uchun ID karta hamma sahifali pasportga o'xshamasligi sizni qo'rqitmasin. Lekin eski pasportdagi kerakli sahifalardan nusxa olib qo'yish foydali. Demak, asosiy xulosa shuki, eski pasport masalasida vahima kerak emas, lekin beparvolik ham mumkin emas. Agar pasportingiz muddat tugagan, yaroqsiz holga kelgan ma'lumotlaringizda farq bor, bank kartangizni almashtirmoqchisiz, notariusga borasiz, ishonchnoma berasiz, pensiya yoki ijtimoiy yordam hujjatlarini yangilaysiz, chet elga chiqmoqchisiz. Demak, hujjat masalasini hoziroq tekshirtiring. Pensionerlar uchun eng to'g'ri yo'l pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami, pensiya ma'lumotlari va asosiy fuqarolik hujjatlarini bir joyga tartibga keltirish. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, o'zingizning yoki ota-onangizning pasport muddatini tekshiring. Agar 3-6 oy ichida tugasa yoki allaqachon tugagan bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qilishni rejalashtiring. Agar hujjatlarda ism, familiya farqi bo'lsa, tug'ilganlik, nikoh, ajrashish, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Agar bank kartangiz muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlaringizni yangilang. Agar yo'ra olmaydigan pensioner bo'lsa, avval tartibni telefon orqali aniqlang, keyin harakat qiling. Sizning hududingizda eski pasport yoki ID karta bo'yicha qanday talablar qo'yilyapti? Bankda, notariusda yoki pensiya olishda muammo bo'ldimi? Tajribangizni kommentariyada yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi pensioner bo'lganlarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.